ishxonani o'zining sistemasi bo'ladi. Masalan, bank bo'ladimi, o'qituvchilar maktab bo'ladimi, shifoxona bo'ladimi, masalan, gaz bo'ladimi, gorst bo'ladimi, qisqasi hamma tashkilotlar o'zining sistemasi bor. Gelinlikda ham o'zining sistemasi bor, ya'ni ish rejimi bor, ish tartibi bor. Ya'ni siz mana shu sistemaga kirib olishingiz kerak. Bu bunday bo'lsa, mashina 4 ta balonida agar qaysidirga amal qilmayotgan bo'lsa, bitta mashina yurmaganda bitta balonni olib kelasangiz, bu yerda ishingiz o'xshamaydi, gelinlikdagi ishingiz. Komanda qilishga qanaqa qiynalyapsiz? Ishingiz o'xshamayaptimi? Mana shu sistemadagi mavzularga qarab chiqinglar, qaysidir biriga amal qilmayotgan bo'lasiz demak. Ko'rib chiqinglar. Balki ustoz shogird bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Qisqasi ko'rib chiqasizlar, nimada oqsayotganlaringizni. Endi bu sistemaning ichiga kirsangiz, hech qachon negativ fikrga tushib qolmaysiz, eng asosiysi. Masalan, hozir bu videolar chiqib ketdi, blogerlarning videolari chiqib ketdi, o'zlaringizga taklif qilgan odamlaringiz qayta sizga tashlayotgan bo'lishi o'sha videolarni nima bo'lyapti? Kulganda ham qilib nima qilib. Agar siz mana shu ichida kirgan bo'lsangiz, uni savoliga javob bera olasiz, unga ahamiyat ham bermaysiz. Lekin shu videoni ortidan yangi hamkorlarning qanchasi o'zi negativ fikrga tushibmi, ofisga kelmay qo'yganlar ham bor. Demak, ular kimlar? Mana bular. Sistemaga kirmagan, sistemaga chiqib ketgan, chetdagi negativ fikrlarga tushib qolib, sistemadan chiqib ketadi o'zi. Gelinlikka demoqchi bo'lgan bor e'tibor qaratmayapti. Chunki siz ichiga kirsangiz, hech qanday negativga tushib qolmaysiz. Endi o'sha kuni o'tdik, biznes psixologiyasini o'tdik, 12+1 qonunini o'tdik, 10 asos bilan 4 ustun qonuni. Bugun shuni o'tamiz. Shu bilan darsimiz tugaydi. 4 ustun o'tib beraymi? 10 asos o'tsam. 4 ustun o'tamiz kamida birinchi. Yozingizlar 4 ustun. Biznes tashkil qilishning 4 ustuni bor. Bunday o'qiysiz. Mana 4 ustun o'tamiz. 4 ustunning birinchisi doimiylik. O'zi tarmoqlar marketingda mana shu sistemamiz, darslar o'zi bir-biri bilan bog'liqda. Kecha aytgan gaplarim doimiylikka masalan bir-biriga qo'shilib ketaveradi. Tartib intizomdagi bilan doimiylik o'zi bir-biriga bog'liq chambarchasi. Doimiylikda har doim bitta narsani misol keltiraman. Bahor oylari, shu mana qish oylari hovli uylarda tannoda tayda qarasanglar, betonni tayda bunday o'yilib qolgan bo'ladi. Tomchi tushgan evaziga. O'shani kuchi nimada bilsangizlar kerak, doimiy tomchi turganligida. O'shani o'rniga bir chelak suvni qo'yib yuboring, o'sha o'yilib qolmaydi. Masalan, o'sha ariqqa suv ochib qo'ying, o'sha joy o'yilib qolmaydi. Tomchining kuchi nimada? Uning kattaligida emas, tomchining kuchi o'shaning doimiyligida. O'sha doimiy tomchi turgan evaziga o'sha yer o'yilib qolgan. Xuddi shunday. Siz ham taklifda bo'ladimi, kuzatuvda bo'ladimi, mana shu gelinlikdagi ishda bo'ladimi? Siz kuchli ishlab mana bir kunda zo'r ishlab, bir oy ishlab ketishingiz o'sha chelakka suv qo'ygandek ekan. Siz doimiy bo'lib tursangiz, natija bo'ladi. Xuddi bu tomchiga o'xshab turib. Bir kunda gelinlikda nima qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak-da. Odam taklif qilmagan bo'lsangiz, taqdimot eshitib, ofisga kelib nimadir o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Onlayn nimadir o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Offlayn nimadir o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Taklif qilmagan bo'lsangiz, kuzatuv o'qigan bo'lishingiz mumkin. Qisqasi nimadir qilib qo'ygansiz gelinlikka. O'sha doimiylik deyiladi. Endi doimiylikda masalan biz komanda aytamiz, to'g'ri, doimiy bo'lib kelinglar, ofisga kelinglar deymiz. Doimiy bo'lib degani har kuni ofisga kelib turib, hech narsa qilmasdan kelib ketgan u doimiylikka o'tmaydi. O'sha ishxonangizda ishlab turib ham nimadir qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. O'sha ishxonangizga kimlarga taklif qilgan bo'lishlaringiz mumkin. Telefondan kimlarga kuzatuv qilgan bo'lishingiz mumkin, kimlarga telefon qilgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni onlayn bo'lib turib ham, bu yoqqa kelmasdan turib ham doimiylikka nimadir qilgan bo'lishingiz kerak. Bu yoqqa kelib ketib faqat o'tirib qaytib kelib u doimiylikka o'tmaydi. Lekin boshida hamkor bo'lgan vaqtda doimiy bo'lish shart, chunki bilimni olib olish kerak-da. Bilimni olib olganingizdan keyin doimiy bo'lish hojati yo'q. Ko'chalarga chiqib ketib, yaqinlaringizga taqdimot o'tib, kuzatuv qilib, o'sha yerda ham nimadir qilishingiz mumkin. Ko'plar boya bilimni olib olgandan keyin umuman boyagiga chiqmaydi, damashni ko'rishga, taqdimotlarga chiqmaydi. Faqat boyagi odamini to'rtta beshta komandasi bo'ladi-da, ofisga olib keling deydi. Bu yerda komandasi borlar. Chiqish kerak taqdimotlarga, komandasi borlarga.
Chunki uni masalan mirishkordan bo'lishi mumkin, xanashda bo'lishi mumkin, chiroqchidan bo'lishi mumkin, komandachi ular yillikni sarflab olib kelolmaydi, chunki hali yangi hamkorku u. Uni o'ziga to'lash kerak, yangi odamiga to'lov olib kelish kerak. Chunki hamma vaqtini yo'qotib, bu odamni olib kela olmaydi. Qisqasidan to'lasang boraman deydiganlar bor, naql aytadi. Ofisga olib kelaman desangiz. O'sha vaqtda o'zlaringiz borishlaringiz kerak. Ta'minot o'tishni biladigan liderlar. Doimiylikka tushundingizlar-a? Doimiylikka nima qilish? Keyin test bayqonasidan o'tgandan keyin doimiylikka nimalar kirishini hozir yozib tushuntiraman. Keyingisi promotion. Kecha promosionni tushuntirdim. Reklama sotuvning yuragi, promotion biznes yuragi degan narsa tushuntirib ketdim. Promotion qanaqa berilishini. O'sha qayta aytayim promosionni. Aytaylik. Promotion mana shu promotion bundayda mashinada olayotgan bo'lsak, mashinani benzin bilan yurayotgan bo'lsa, sizning ishingiz ham xuddi shunday benzinga bog'liq, ya'ni promotionga bog'liq. Promotion qanchalik kuchli bera olsangiz, ishingiz o'xshaydi. Komandangiz yuradi. Masalan, taklifdagi natijangiz o'xshaydi, kuzatuvdagi natijangiz o'xshaydi. Shuning uchun promotion juda ko'p narsaga bog'liq. Shunchaki aytib qo'yilgan gapni evaziga to'la ololmaysizlar. Yo'qsa kuzatuv qila olmaysizlar. Birinchi o'rinda promosionni korporatsiyaga beramiz. Korporatsiyaga promotion berish juda ham muhim. Masalan, kimgadir taklif chiqqan paytda ko'rganmiz bunaqa kompaniyalarni deydi. Bu ham deydi 3 yil turib yopilib ketadi, nima degan gaplar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda korporatsiya masalan hozir 27 yil bo'ldi-da, o'zi tashkil topganligi. O'shaning qanchalik gigant korporatsiya ekanligini, kompaniya bilan korporatsiya farqlarini bilasizmi? Bilasizmi? O'sha kompaniya bilan korporatsiya farqini tushuntirib bera olish kerak. Kompaniya bu shirkat. Korporatsiya investitsiya kiritadigan darajada ko'p bo'ladi-da, ko'p davlatlarning birlashgan korporatsiya deyiladi. Unaqa ko'p davlatlarning tashkilotlar birlashganining ustav foni kuchli bo'ladi. 4 ta 5 ta 6 davlatning o'sha kompaniyalar birlashgani ustav foni kattaroq bo'ladi. Bizaniki shunaqa. U kompaniyacha shirkat emas, yatib emas. Keyin korporatsiya shunaqa promotion berish kerak. Keyin ikkinchisi mahsulot. Mahsulotga promotion o'z nima bilsangizlar kerak, promotion maqtov. Bor narsani chiroyli maqtab berish. Bo'rttirib emas, yo'qsa ortiqcha gapsiz qo'shmasdan. Bor narsani boricha ko'rsatib, faqat promotion zo'r berib. Ikkinchisi sovg'a ma'nosidan keladi. Keyin mahsulotni keyin promotion juda ham muhim. Chunki mahsulot promotion bermasangiz, ya'ni O'zbekistondagi ichki bozordagi mahsulotlar bilan korporatsiya mahsulotlarning farqini ochib bera olmasangiz, uncha to'la ololmaysiz. Ya'ni o'sha idish yuvish gillarimizni, kir yuvish gillarini sotib olayotgandagi ko'chadagi mahsulotlarning ximkatligini ochib bera olish kerak. O'sha eng o'rnali mahsulot o'sha. Hamma ham pul uchun hamkor bo'lmaydi-da, lekin hamma aniq 100% mahsulot orqali hamkor bo'ladi. Chunki hamma mahsulotlar kerak bu oilaga. Hozir masalan yangi komandaga ham shu narsani aytayapti-ki, pul emas eng muhimi oilaga ta'lim mahsulot olib kirish kerakligini reklama agenti to'g'ri tushuntira olish kerak deyapmiz. Bu yerda deyapti, ish emas, ish bor deb kelmaydi deyapmiz. Ish emas, eng avvalo oilaga mahsulotlarni olib kir, lekin daromadi ham zo'r, xohlasang daromad qilsang ham bo'ladi deb ikkinchi darajaga qo'yinglar deyapti. Uchinchisi marketing. Marketing promotion juda zo'r bo'lishi kerak. Marketingga promotion bersangiz, o'z haqiqatan promotionga arziydigan. Masalan, kimniki mana shu yerda birinchi set ishlashi, emailingda. Ham qolganlarga ishlaganmi deyman boshqa kompaniyalarda. Deyarli yarim ekanda. Agar deylik o'sha Ganodan qayerqadir ishlaganimda mana greenlikka mencha qo'shilmagan bo'laydi. Chunki boshqa kompaniyada ishlab turib pul topa olmagandan keyin ikkinchi marta setga kirish juda qiyin. Chunki bu yerdagi qilolmagan ishingizni
Ya'ni o'shanda ham xuddi masalan granitni qanaqa taklif qilgan bo'lsa, boshqa kompaniya o'sha taklif qilasizda. Bu yerda men faqat Qozondan mardizmi, yana qaytadan noldan granitga qo'shilib, nomlar ro'yxatga yozdirib, yana qaytadan ularni taklif qilib, sen o'zi boshqa kompaniyada ishlanmading, yana boshladingmi degan gap javob olasizda. Unaqa ikkinchi marta kompaniyada ishlab ketish qiyin. Birinchi ishlayotganlarning omadi zo'r. Chunki birinchisida o'zi ularning korporatsiyasiga hamkor bo'ladi. Boshqa kompaniyalarida marketingi unaqa. Bitta narsani tushunib olasizlar. Agar Greenlift'nikini ham hamkor bo'lish paketlari shunaqa agar pulni qilmaganda, masalan, turli shunaqa hamkorlik paketlari qo'ymaganda, xuddi boshqa kompaniyaga o'xshab sertifikatlarga katta pul ajrata olmasdi. Shuni o'zlaringiz tushunib olasizlar avvalo. Tushunyapsizlarmi gapimni? Nima uchun nima qo'yibdi? Boshqa kompaniya shunaqa zo'r sertifikat, masalan, siz juda kuchli lidersiz, lekin kompaniya kuchsizroq. Ya'ni o'sha sertifikatga katta pul to'lamaydi. Nima qilib qo'yadi? O'sha qo'shilish bepul qilib qo'yadi. Bu xuddi qarmoqdagi gap. O'sha zo'r ishlaganingiz bilan korporatsiya foyda ko'radi, lekin o'sha sohada ishlaydigan sertifikatlar katta pul topolmaydi. Zo'r harakat qilganingiz bilan topolmaysiz yo'qda. Chunki pul yo'q. Shuning uchun korporatsiya mayli deyapti, qo'shilish deyapti, qilib qo'yapti-da. Shunga ishlagan qadrli pul topaversin deyapti. Hadi o'sha misol keltiraman. Kecha misol keltiraman. Arfilin bo'ladimi? Gamma bo'ladimi? Liberlik bo'ladimi? Bularning hammasi balig'i yo'q kul. Balig'i yo'q kul. Siz zo'r professional baliqchi bo'lsangiz ham, masalan, 100 ta bo'lsin, 200 ta baliq bo'lsin, juda kam baliq tutasiz, lekin zo'r sertifiksiz. Har qanaqa kamindan boshqarib keta olasiz, lekin baliq tutolmaysiz. Nimaga? O'sha kompaniyalarda baliq yo'q chunki. Greenliftda to'la baliq. To'la baliq. Agar siz zo'r sertifik bo'lsangiz, kuchli lider bo'lsangiz, xohlagancha baliq tuta olasiz. Ya'ni xohlagancha pul topa olasiz. Agar professional bo'lmasangiz ham baribir baliq tuta olasiz, lekin kamroq. Shuning uchun ko'proq baliq tutmoqchimisizlar, liderlik qobiliyatlarini ko'paytirish kerak. Liderlik qobiliyatini ko'paytirsangizgina kanalda shakllanib ko'proq baliq tuta olasiz. Mana shu narsani onglaringizga qo'yib olasizlar-da. Agar liderlik qobiliyatlaringiz kamroq bo'layotgan bo'lsa, ustingizda ishlaysizlar. Qancha ko'p ustingizda ishlarsangiz, shuncha ko'p baliq tutasizlar. Keyin aytadi, men setda ishlaganman deydi, pul topa olmaganman deydi. Yo'qsa Greenliftda qo'shilib turib ham pul topa olmayotganlar bor. Ishlaganman, komanda bo'lmagan, o'xshamagan, ayt o'zidan bo'lish kerak o'sha inson. Demak, professionallik bo'lmagan o'sha insonda. Ya'ni hamma ham professional bo'lib kelib qolmaydi. Kelgandan keyin professional ustida ishlamaydi-da. Kelib bilim oling desa kelmaydi, bahona qiladi, farzandini aytadi, ishini aytadi, davlat otilmasini aytadi, nimalarni bahona qiladi. Bahona yo natija deydiki, o'sha natija bo'lmayapti, o'sha odam bahonasi ko'p demak. Sizda ham shunaqa hozir bahonangiz ko'p bo'layotgan bo'lsa, natijangiz bo'lmaydi, to'g'risi. Bahonalarni yig'ishtirish kerak, natijaga harakat qilib ketirish kerak. Men buni tushundingizlar-a? Harakat qilsangiz aniq 100% pul topasizlar. Lekin harakatingiz kam bo'layotgan bo'lsa, pul topolmaysizlar. Lekin bunda harakat qilsangiz ham topolmaysiz. O'shani ongingizga mezga joylashtirib oling. Keyin marketing imkoniyatlarini ochib beraverasizlar. Masalan, 2 yilda masalan, Arfilin ishlaganlar bilan 10 yilda oyiga 30-40 million topolmayotganlar bilan Arfilin 10 yildan ishlaydi, oyiga 20 million 30 million pul topmaydi. 10 yildan ishlaydi. Hozir sizlar o'zi 4 yil 5 yildan ish pul topayotganlarini bilasizlar. Keyingisi. Promotion'ni ustozga berish juda ham muhim. Masalan, davlat ko'rja qilmoqchi bo'lyapsizlar uylaringizda. Masalan, qarindoshlaringizni yig'yapsizlar, va olib kelmayapsiz, ustozni chaqirgansiz. Agar ustozga zo'r promotion bermasangiz, ular ustozni diqqat bilan eshitmaydi o'sha odamni. Hozir o'sha bitta kompaniya qo'shilganman, hozir bitta ayol keladi, tushuntiradi. Ishtasizlar deb qo'ying. O'sha kelgandan keyin hech kim eshitmaydi o'sha odam ustozingizni. Agar o'sha ustozga katta komandasi bor, qanaqa statusga erishgan, agar statusga erishmagan bo'lsa, katta
qisqasi oliy ma'lumotli shu promotion berishingiz kerak. Qancha kuchli promotion bersa, o'sha diqqat bilan eshitadi. Shunday. Agar masalan menga promotion berilayotgan bo'lsa, o'z misol keltiraman. Masalan, yosh bo'lishiga qaramasdan Hindistonda o'qigan, marketing, iqtisodchi, 1300 ta komandasi bor, unday promotion bersangiz, masalan 9 million oyligini tashlab kelgan desangiz, o'sha odamlar aytadi, 9 million oyligini tashlab kelgan, u qanaqa ish ekan? Masalan, Greenleaf'da ish deydi, misol uchun. Chet elda o'qigan bo'lsa, o'sha boshqa ishda ishlasa, nima ishlayapti deydi-da, boyagi qarindoshingiz o'ziga analiz qilib savol berishni boshlaydi-da. Keyin bor mazza tushuntirsa, eshitadi diqqat bilan. Biz daho gapirganda deb qolamiz-da. Lekin bitta bola keladi, yosh bola desangiz, hech kim eshitmaydi. O'sha bola taqlid o'tsa. Shuning uchun ustozga promotion berish muhim. Tushunarli bo'ldi, marketing, mahsulot, keyin shogird. Shogirdga promotion berish kerak. Kezi kelganda ba'zi vaqtda. Masalan, o'sha shogirddingiz ikkita odam olib keldi ofisga taqdirni o'tishga. Siz taqdirni o'tib, o'sha olib kelganlarni oldida bir maqtab qo'yasiz, "Mana shu dedim, zo'r chiqdi, zo'r ishlayapti" deb. Har kuni to'lab oladi, har kuni kuzatuv qiladi, doimiyligi bor, o'zi liderdan bu qiz deb turib, o'sha shogirdingizga promotion bersangiz, o'sha kelgan odamni ham, o'sha olib kelgan odamga fikri o'zgaradi. Demak, bunga ishonsam bo'lar ekan, bu bilan ishlasam bo'lar ekan, o'zi lider ekan degan o'sha insonga nisbatan fikr o'zgaradi. Va qo'shningizni olib kelishingiz mumkin. Masalan, qo'shningiz olib sizni shunday maqtasa, qanaqa ahvolga tushasiz? Bu narsani o'zlaringiz ham bilib qo'ysalar shunaqada, shogird siz kimdir olib kelib, ta'lim o'tgandan keyin shogird shunaqa promotion berib qo'ysangiz, u birinchidan o'ziga motivatsiya bo'ladi. Ikkinchidan kelgan odamning oldida o'ziga ishonch ham ortadi, o'ziga nisbatan. Demak, tushunarlilar bu ham. 5-inchisi o'zingizga promotion. O'ziga promotion berish ham muhim. Masalan, hozir o'zimga promotion berdim men. Siz ham bo'lsangiz. Shunaqa o'zingizga promotion berishni bilish kerak. Siz ta'limda o'tayotgan vaqtda o'sha promotiondan juda nima qilib berib olsangiz, o'zingizga nisbatan kuchli berib olsangiz ham unchalik nima qiladi. Oddiy borni samimiy qilib gapirsangiz, chiroyli eshitiladi. Bunday maqtanchoqday bo'lib qoladi. Ortiqcha promotion berilsa o'zingizga. Lekin ustozlarga qolgan narsalarga kuchli promotion bersangiz, natija bo'ladi. Demak, promotion tushundingizlar, to'rt ustunni. Keyingisi ustoz va shogird. Yozasizlar. To'rt ustunning uchinchisi ustoz va shogird. Mana shu ham ustoz va shogirdda juda muhim narsa. Korporatsiyada deydi, natijaga chiqish uchun deydi, avvalo deydi, kompaniya tanlaysan deydi. O'sha kompaniya haqiqatan ham deydi, korporatsiya deydi, 100 ta plusga javob bersa deydi, keyingisida deydi, ustoz tanlash mumkin deydi. Ustoz tanlash. Tarmoq marketingda agar ustozingiz haqiqatan kuchli bo'lsa, birinchisi shu natijaga chiqa olasiz. Agar deylik qo'shningiz sizni taklif qilgan bo'lsa, qo'shningiz ham yangi, hali siz ham yangi. Hech qisi yo'q, uni tepasidagi ustoz bilan ishlab ketish kerak, o'rganib, bor bilimni. Chunki hali o'sha siz taklif qilgan sponsoringiz ham hali shogirdda, ko'p narsani bilmaydi. Shuning uchun ustozlardan o'rganib ketish kerak, tepadagi. Bu yerda sizdan bir kun oldin kelgan bo'lsa ham ustozda o'sha kishi. O'shaning uchun ustoz va shogird munosabatini juda kuchli qo'yish kerak. Keyin ustoz va shogirdda shunaqa narsa bor. Hech qachon sizga yomonlikni tilamaydi ustoz. Chunki siz 2 barobar nimagadir erishganingizda siz natija qilgan vaqt ustozingiz 3 barobar xursand bo'ladi. Shuni bilib qo'yinglar. Agar siz ustozingizdan oldin qanaqadir menejer bo'lib sayohat yutsangiz, xuddi o'zi yutgandan xursand bo'ladi ustoz. O'zi yutmagan bo'lsa, deylik masalan bir qo'lni o'stirib olgansizda, siz oldin sayohat yutib qo'ygan bo'lsangiz, ustoz sizdan yutmagan bo'lsa 2 barobar xursand bo'ladi. Shuning uchun hech qachon o'ylamaylik, ustoz mendan foydalanyapti. Robinson taklif olib kelindi, qanaqa kezib keldi, dakki berayotgan bo'lsa, faqat meni ko'rib qolgan degan narsa bo'lmasin. Nabaros o'sha tezroq natija qismida ongi ochilib, nimagadir erishsin, shu deb sizga dakki berayotgan bo'ladi. Hech qachon o'zini manfaatini o'ylab qilmaydi. Sizni faqat plyus tomoni o'ylaydi.
ustozga qancha kuchli bir-birlariga munosabatlaringiz kuchli bo'layotgan bo'lsa, shuncha natija bo'ladi. Keyin ko'raman bunaqa bo'ladi. Dugonasi taklif qilgan bo'ladi, yo bo'lmasa qo'shnisi taklif qilgan bo'ladida, ustoz va shogirddan sensirab gapiradi, yo bo'lmasa ismini aytib chaqiradi. Agar bilib qo'yinglar, ustozingizga qanaqa munosabatda bo'layotgan bo'lsanglar, shogirdlaringiz ham xuddi shunaqa sizga munosabatda bo'ladi. Tushundingizmi gapimni? Agar shunaqa oddiy do'stingizda, dugonangizda oddiy munosabatda bo'ling, komandangizdagi insonlar xuddi sizga munosabatda bo'ladi. Lekin masalan, tasavvur qiling, 5 ta komandangiz bor, 500-komandagi inson sizga shunaqa munosabatda qanaqa ta'sir qiladi sizga? Shuning uchun ustoz har qanaqa bir kun oldiga kelgan bo'lsa, ustozga murojaat qilish kerak. Shunga qarab siz shogirdlaringizni ustoz deydi keyin. Shundan ular ustoz shogird. Ustozga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, qisqasi shogirdlaringiz xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri qilish kerak. Keyingi munosabat biznesi. O'ta tarmoqli marketingda eng asosiy biznes munosabat biznesi hisoblanadi. Chunki siz hamkor qilib turib, bu ishxona emas-ku, siz boyagi komandangizga buyruq berasiz. Bu ham shu ustoz shogird bilan an'anasi bilan bir-biriga bog'liqda. Shogirdingizga reja berishingiz mumkin, lekin unga buyruq bera olmaysiz. Ya'ni munosabat biznesi bo'lganligi uchun. Chunki yangi hamkor bo'lib turibdi-da, unga chiroyli munosabat o'rnatmasangiz, puling boshingda qolsin deb o'sha odam kelmay qo'yadi ofisga. Yangi hamkorlar. Lekin liderlar to'g'ri tanqid qabul qilishi mumkin, chunki ustoz hech qachon yomon gapirmaydi, uni manfaatini ko'tarib gapiradi, liderlar ko'taradi. Lekin yangi hamkorlar ko'tarmaydi gapni. O'shaning uchun munosabat chiroyli qilish kerak yangi hamkorlar bilan. Eng asosiy narsa shu narsa munosabat. Taklifda munosabat chiroyli qilish kerak. Masalan, taklif qilgan odamga chiroyli munosabatda kutib olish kerak. Taqdimot o'tganda ham munosabat o'rnatib, o'sha inson bilan taqdimot o'tsangiz, natija o'sha payt yaxshi bo'ladi. Demak, munosabatni ham qisqaroq o'tib turaman. Tushunarli bo'lgan. Ustoz va shogirdga ham munosabat faqat ustoz va shogirddan emas, taklifga ham munosabat, yangi hamkorga ham munosabat, ustozga munosabat, shogirdga munosabat, hammasi munosabat chiroyli bo'lishi. Taklifga ham munosabat, prezentatsiyada munosabat. O'sha munosabatingiz demak o'xshamayaptimi? Komandangiz bilan chiroyli kulib muomala qilmayapsizmi? Komandani ushlab qola olmaysiz. Nechta komandangiz bo'lishidan qat'iy nazar komandani ushlab qola olmaysiz. Komandani faqat munosabat orqali ushlab qola olasiz. Endi o'rin asos. To'rt ustunni bitta asos. Ustunni o'rin asos.